yurtimizda bo'lib o'tgan eng zo'r energiyalarga boy bo'lgan maxsus 6 oylik hisobot tadbirimiz va maxsus treningimizda ko'rib turgandan juda xursandman. Xush kelibsizlar. Bugun tadbirga va treningga juda uzoq viloyatlardan, tog'lar osha, daryolar osha, qumlar osha kelganlar bor, to'g'rimi? Ajoyib treninglarda va bilimlarni olib, rasmiy taqdimotlarda taqdirlanaman deb bugungi tadbir uchun yangi ochilgan bronzalarimiz, kumushlarimiz, oltin platinalarimiz bor. Rubinlar, ustozlar, izimrudlar, barchangizga bugungi 6 oylik hisobot rasmiy taqdimotimiz muvaffaqiyatli yakunlagani bilan chin qalbimdan tabriklayman. Juda ajoyib bo'ldi bugungi rasmiy taqdimotimiz. Kim mehmon olib kelgandi? Juda ajoyib. Zalni bir 75% mehmon olib kelgan ekanlar, lekin mehmon olib kelmaganlar, men aniq bilaman. Shunday qo'lingizni tishlab, nimaga mehmon olib kelmadim ekan bugun dedingiz, to'g'rimi? O'zingiz ham kutmagandingiz bunday tadbir bo'lishini. Agar bilganimda edi, 10 talab mehmonni olib kelardim deganlar bor ichimizda. Do'stlar, bugun sizlar bilan ajoyib mavzular tayyorlaganman. Aynan bugun bu zalda, bugun hammamiz yig'ilishimizga aynan bugun Roma Team degan jamoaning mustahkam yaralishida, mustahkam ustun, ya'ni kompaniyamizning bitta mustahkam ustuni jamoasi bo'lib shakllanishiga sababchi bo'lgan ustozlarimiz bor. Ya'ni ustozlarimiz aynan bugungi natijamizning sababchilari. Roma Team asoschisi, kompaniyamizning birinchi raqamli ambasadori, ya'ni birinchi raqamli yil erkagi degan nominatsiya egasi, eng yaxshi ustoz nominatsiyani 2 karra egasi va aynan bugungi kunda tuni kun harakatda har birimizning muvaffaqiyatimiz uchun tinim bilmasdan harakat qilayotgan ustozimiz, Izimrud komanda lideri Rahmonbek Rahmonov hamda kompaniyamizning birinchi raqamli Miss Beverly xonimi, eng yaxshi ustoz va eng zo'r speaker nominatsiyalari sohibi ustozimiz, barcha ayol liderlarning kumiri, Izimrud komanda lideri Sadoqat xonim Hakimovga o'zim chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Va bugun aynan mana shu zalda meni natija qilishimga, sahnada turishimga, shogirdlarimning natijalarini ko'rishimga va bugun ish boshlagan paytim 2000 so'm avtobusga puli yo'q bo'lgan, ya'ni taqdimot eshitishga borganda oilamizda cho'ntagimda 2000 so'm pul qolgan kunda eshitganman, bu biznesni qilib bo'lmaydi, $400 xorazmliklarda yo'q deganman. O'zimda yo'q bo'lganiga hammada shunaqa deb o'ylaganman. Qila olmaymiz buni degan ishonchsizlik bilan taqdimot eshitganman. Muqaddas, seni o'rning eng yaxshi joylarda. Sen eng zo'r imijlarda yurishga loyiq qilsan. Sen eng zo'r avtomobillarni minishga loyiq qilsan. Sen eng yaxshi daromadlarni olishga loyiq qilsan deb menda yo'q ishonchni menga bergan va bugun sahnada sizni oldingizda Izimrud komanda lideri Prorif Goda nominatsiyalari olishga sababchi bo'lgan, meni bu biznesga taklif qilgan shaxsiy sponsorim, faxrim, kompaniyamizning 4-raqamli Miss Beverly xonimi, kompaniyamizning Prorif Goda nominatsiyalari sohibasi va hammamizning yo'lboshchimiz, jamoamizning yo'lchi yulduzi Izimrud komanda lideri Karima xonim Jabbarovadan minnatdorman. Ustoz boringizga shukr. Hamma ustozlarim, yuqori liderlar kengashi, har biringizni boringizga shukr deyman, chunki sizlarning natijalaringizni ko'rsatib, o'zimizning natijamizni gapirib, bugun mana shunday zallarni to'ldiryapmiz, to'g'rimi? Bugun aynan bugungi, ya'ni 6 oylik hisobot tadbirimiz juda ajoyib tarzda o'tdi va bizning oldimizda sentyabr oyida bundan ham katta tadbirimiz bor. Xabaringiz bormi? Bor, katta ko'pchilikning xabari bor. Aynan sentyabr oyida kompaniyamizning eng katta natijalarini sahnalarda ko'rish va masshtabni, ya'ni ko'plagan insonlar bilan 7000 kishidan ortiq bo'lgan jamoa bir joyga yig'ilgan va sahnada tirik kitoblar o'z natijalarini gapiradigan va aynan sizning
jetonlaringiz boya kumush komandali aytdi-ku, har safar marafonga borganda bitta jeton tushardi. Ya'ni bu biznesning mohiyatini tushunardingiz. Aynan ana shunday jetonlar tushishiga sababchi bo'ladigan bizni eng katta, ya'ni faxrlanadigan marafonimiz. Chunki do'stlar, bu marafon O'zbekistonda bo'lyapti. Faxrlansak arziydimi? Albatta arziydi. Ya'ni Humo Arenada 6-7 sentyabr kunlari juda ajoyib marafon kutyapti. Bilet olganlar bormi oramizda? Xabaringiz bormi? Saytda e'lonlar, Novosti degan joy bor. O'sha yerda bilet narxlari va qaysi kundan qaysi kungacha sotuvda bo'lishliklari, ya'ni yozildi, e'lon chiqdi. Kim oldi bilet? Qo'limizni ko'taramiz. 95%. Tepadachi, balkon siz ham ko'rmayapsiz. Kamchilik ekan tepada. Balkondagilar bilet oshmasdan, narxi oshmasdan biletlarni olinglar. Ya'ni marafonlar, mana bunday tadbirlar insonga kuch, energiya beradi. Bilasizmi? 2 kun, 3 kun oldin Roma Team Platina degan guruhimizda bizda leadership bo'ldi. Men yo'lda edim, rulda edim, Toshkentga chiqayotgandim. Ustozimiz birinchi raqamli Miss Beverly Sadoqat Hakimova tomonidan yig'ilish bo'ldi. Bu tadbirning rejasi va aynan kim nima vazifa bajaradi, hamma narsaning taqsimoti bo'ldi. Shu daraja hayajonlanib, ya'ni men hali Izmrud komanda lideri bugungi tadbirni shu darajali hayajonlanib kutyapmanki, bilmadim, Humo Arenani o'sha uyqusizlik kunlarimiz boshlandi. Tezroq bo'lsa, ana shu energiyani olsak, kuchga to'lsak, chunki biz ham insonmiz do'stlar. Ya'ni jamoamizga energiyani beramiz. Qayerdandir olishimiz kerak. Yana beramiz, yana olishimiz kerak. O'ylaymanki, bugungi bo'lib o'tgan birinchi qism, rasmiy taqdimot qismimiz va hozirgi bilimlar oladigan treninglaringiz sizga inshaalloh Humo Arenagacha va ekspansiyagacha trampolin vazifasini bajarib, yangi kvalifikatsiyalar ochilishiga sabab bo'ladi do'stlar. Ismim Muqaddas, familiyam Yo'ldasheva. 1993-yil Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilganman. Beliner kompaniyasiga bundan 4 yil oldin hamkor bo'lganman. Har biringizga o'xshab oddiy hamkor bo'lganman. O'sha payti taklif qilingan paytim juda ko'p xatoliklarni, ya'ni ustozim tomonidan aytilgan narsani biz xarakterimiz shunaqa, qilma degan ishni qilib ko'ramiz, to'g'rimi? Ustozingiz aytadi, "Opa yoki aka, shu ishni qilmang biznesda, sizga muvaffaqiyatsizlik olib keladi" desa, ichingizdan bitta qilib ko'raychi, nima bo'lar ekan? Deysiz baribir. Va xo'p bo'ladi ustozjon deysizda, ana shu xatoliklarni qilib ko'rasiz. Xuddi sizni toifangizdan edim men ham. Xo'p bo'ladi ustozjon deb ana shu xatoliklarni nima bo'lar ekan deb bitta qilib ko'radim. Uyingizda yosh bolangiz bo'lsa, choynikni oldiga borma, qo'ling pishib qoladi desa, borib shunday qo'lni pishirib oladi. Shunaqami? Ana ko'rdingmi, qo'ling pishadi dedim senga desa, yig'lab o'tiradi. Biz ham xuddi shundaymiz, ya'ni qilma degan ishlarni qilib ko'radigan odatlarimiz bor do'stlar. An'anaviy hayotda oliy ma'lumotli iqtisodchi bo'lganman. Iqtisodiyot fakultetini tugatganman. Diplomni olganimdan keyin grant asosida o'qishga kirganman. Men uyimdagilar ishga joylaydigan bo'ldi. Hamma yoqdan ish qidiryapmiz. Boramiz, sharoiti to'g'ri kelmaydi, vaqti to'g'ri kelmaydi, oyligi to'g'ri kelmaydi va hokazo, ya'ni o'zimga mos bo'lgan, o'zimga yoqqan ish qidirdim va kollejda, ya'ni tibbiyot kollejiga ishga tushdim. Yoshlar ittifoqi yetakchisi lavozimida. Birinchi borganingizda sizni hech kim zalimizni yoki xonamizni to'g'riga o'ting, sizga zamdirektorlik demas ekan. Diplom bilan borsangiz ham o'sha kichkina pog'onalardan tepaga ko'tarilar ekanmiz. Oramizda xuddi shunday insonlar bor. Yaxshi lavozim egalari, qandaydir bir mutaxassis egasi, kollejda zamdirektorlar yoki maktabda direktorlar, oliy ma'lumotli vrachlar bor sizlar, shunaqa insonlar, ya'ni o'ziga yarasha mavqeiga ega bo'lgan insonlar. An'anaviy hayotda Yoshlar ittifoqi yetakchisi lavozimidan to zamdirektorlik lavozimigacha ko'tarildim. Ya'ni ish faoliyatimda o'zimni ko'rsatdim, natijalar qildik, ya'ni chempionlar chiqardik, tanlovlarda g'olib bo'ldi tayyorlagan o'quvchilarimiz va shunday bir kun keldi, direktorimiz chaqirib, bu o'rin hozircha vakant bo'lyapti. Ma'lumotingiz oliy, keling ana shu kelishuv bilan sizni zamdirektor qilamiz. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga tayinlaymiz dedilar.
Xo'p bo'ladi, siz nima desangiz shu deb shu lavozimgacha ko'tarildim. Lekin orada o'sha Yoshlar ittifoqi yetakchisi lavozimida ishlayotgan paytim men Beverliga hamkor bo'lganman. Orada vaqt o'tdi. Kollejdan borib, kollejdan kelyapman. Kollejdan borib, kollejdan kelyapman. Ora-sirada ustozim telefon qilib qolsa, Beverli esimga tushadi. Ustozim telefon qilmasa, esimdan ham chiqib ketadi. Menga o'xshaganlar bormi oramizda? Juda ko'pmiz, mana voy, zalni yarmi ko'taryapti. Bormi bu tomondan menga o'xshaganlar? Voy, ko'tarsammikan, ko'tarmasammikan deb ikkilanib o'tiribsiz. Aslida hamma shunaqa bo'ladi. Bu normal holat. Yangi hamkor paytingizda bu shunaqa bo'ladi. Ana shu holatda, ya'ni an'anaviy hayotda tez lavozimlarga ko'tardim. Sizda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin tarmoqli sohaga, aynan Beliver kompaniyasiga kelganimda, prezentatsiya eshitgan paytimda odam to'plasak bo'ldimi? Odam olib kelsak bo'ldimi deb ustozim aytadi-ku, euforiyada dedi. Prezentatsiyaning euforiyasi bilan odam topsam bo'ldi ekan deb taqir-tuqir boshida taklif qildim. Lekin ular tez, "Ha, Muqaddasjon, sen chaqirsang, mana pasportim, mana $400 pulim" deb kelmas ekan. Shunaqa bo'lyaptimi? Juda ko'pchilikda shunaqa. Mana pulim, mana pasportim demadi. Jahlim chiqdi keyin. Iya dedim, nimaga? Tez muvaffaqiyatga chiqmayapman bu ishda. Bu kollejda tez o'zimni ko'rsatdim, natija qildik, lekin tarmoqda nima siri bor ekan tez natijaga chiqishga deb o'qishni, treninglarda qatnashishni va o'z ustimda ishlashni boshladim. Kunlardan bir kun ustozim telefon qildi. Karimaxonim Jabbarova. Muqaddas, bir uchrashishimiz kerak. Oradan 6 oy vaqt o'tdi. Hamkor bo'lganimdan keyin 6 oy vaqt o'tgandan keyin ustozim telefon qildi. Qayta xarid jarayoni kelgan, hamkorlar oramizda tushunasiz. Qayta xaridim kelgan payti ustozim telefon qildi. Muqaddas, bir uyga kel, bir choy ichamiz. Mazza xo'sha qaracha aytadi. Xo'p bo'ladi ustoz dedim. Faqat men ishdaman. Ishdan uyga boray, bolalarimni erim ovqatini beray, bemalol bo'lib kechki payt sizni oldingizga o'taman dedim. Bir mahallada yashardik. Qizlik uyimda ham bir mahallada, kelin bo'lib tushgan uyimda ham bir mahallada ustozim bilan turardik. Piyoda borsam, borsa 10 minutlik yo'l edi. Va ustozim bilan o'tirib, o'sha 6 oy mobaynida meni ichimda kezgan fikrlar, qilgan xatoliklarim hammasi shunday miyamni ochib ichiga solib qo'ydi. Men shunda tushundimki, bu biznesda tez natija qilish emas, o'rganib, tajriba olib, xatoliklarsiz natija qilish kerak ekanligini tushundim. Bugun sizlar bilan ana shu ustozim bilan bo'lgan suhbatdagi meni ongimni ochib, 6 oyda bor yo'q bir 2 donagina hamkor taklif qilganman va o'shani hamkor qilganman. Uni ham bittasi onam, mahsulot kerak edi, onamga mahsulot olib berganman. Ikkinchisi bo'lsa xolam, ya'ni xolamga mahsulot kerak. Lekin biznesini tez kirishib qila olmaganman. Bormi 6 oydan beri 2-3 ta shaxsiy taklif chiqargan, hali bronza bo'lmagan, bronza bo'lish umidida yoki hali kumush bo'lmagan va hokazo holatdagilar bor ekan sizlar menga o'xshaganlar. Diqqat bilan bugungi maslahatlarimga amal qilsangizlar, albatta sizlarda ham tez o'sish jarayonlari bo'ladi. O'sha kunimga juda ham xursandman. Ya'ni meni biznesda haqiqiy tug'ilgan kunim bu kun meni. Ya'ni o'sha 6 oy mobaynida ichimdagi barcha bo'lgan fikrlar, men qilgan xatoliklar, chala-chulpa biznesga jiddiy yondashmasdan duch kelgan odamga kollejda ko'raman-ku domlalarni. Beri keling Nigor opa, yaxshimisiz? Keling, zo'r narsa bor deb xonamga kirzardimda o'zim bilgancha taqdimotlarni o'tardim. Qilyapsiz-a shu ishni? Ishxonangizga kelgan ota-ona bormi? Yoki o'quvchilar bormi? Misol kollej o'quvchilari yoki o'qituvchilar bormi? Ana shunday holatda ishga yondashganman. Bugun ana shu qilgan xatoliklarimning 4 tasi bilan suhbatlashmoqchiman. Tayyormisizlar? Daftar ruchkalar ko'rinmaydi yo. Unday hammada bor ekan. Juda xursandman. Yozib olsangizlar sizga bu instrument bo'ladi. Birinchi, ya'ni meni hayotimda, mana bu biznesga kirib kelgandagi birinchi qilgan va o'sha kuni ustozimga aytganman, ustoz bu oxirgi qilgan xatom bo'ladi. Bundan buyog'iga bu xatoni takrorlamayman. Ya'ni biznesga jiddiy qaramaslik. Ana shu ishni qilganman birinchi ish boshlagan paytimda. Ya'ni biznesni faqat
iste'mol qilsak, olsak bo'ldi. Buni biznesini qilish shart emas deb o'ylaganman. Ya'ni biznesda muvaffaqiyatsizlik sabablari keyingi slaydga o'tsak, ya'ni birinchi, ya'ni muvaffaqiyatsizlikning sabablari biznesga jiddiy qaramaslik. Slaydni ham bir ajoyib qildim. Agar muvaffaqiyatsizlik degan so'zni o'zini olsangiz, bizning biznesimiz pozitiv fikrlar bilan, pozitiv energiya bilan ish qilinadigan ish, ya'ni muvaffaqiyat degan so'z bizning biznesimizga ya'ni yaqinroq. Lekin nimagadir o'sha muvaffaqiyat ko'pchilik orasida bo'lmaydi, to'g'rimi? Hamkor bo'lgan hamma hamkorlar, misol bir oyda Roma Teamda 5000 ga yaqin hamkor, ya'ni xarid bo'lgan bo'lsa, daraxtga tushgan bo'lsa, o'sha 5000 hamkor ham shu oyning o'zida yoki 2 oy ichida bronza, 1 yil ichida oltin bo'lib ketmaydi, to'g'rimi? Ya'ni har xil holatda bo'ladi. Aynan misol sifatida tushuntiradigan bo'lsam, maktabda o'qiyapmiz. 30 ta o'quvchi bir sinfda. O'sha bir sinfdagi 30 ta o'quvchining 5 tasi, uzog'i 8 tasi a'lochi bo'ladi, 5 ga tugatadi maktabni. To'g'rimi? Undan keyingisi bir 15 tasi 4 ga bitiradi maktabni. Qolgani 3 ga bitiradi maktabni. Savol sizga, o'qituvchi o'sha maktabni a'lo baholarga o'qiganning alohida darslarni o'tib, alohida ma'lumot berib, alohida u bilan yondoshganmi yoki o'pshida hammaga ma'lumot berganmi? O'pshida hammaga bir xil ma'lumot bergan, faqat har kimning qabul qilishi va amal qilishi har xil bo'lgani uchun, ya'ni o'quvchilarda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Agar bizni ishimizga, Believerga taqqoslasak, kompaniyamiz asoschisi Nikolay Nikolayevich ajoyib marketing hamda mahsulotimizni yaratganlar, ya'ni bizga taqdim qilganlar. Nima deb o'ylaysiz? Mahsulot va marketingimiz bo'yicha berilgan imkoniyatlarni hammani shunday yig'ib qarab o'tirib, Karima Jabbarova, juda ham chiroyli ekansiz, kelishgan ekansiz, mo'tcha ekansiz. Sizga marketingimizni boshqacha taqdim qilaman. Chiroyingiz uchun. Sadoqat Hakimova 5 ta bolaning onasi ekansiz. Bilaman, sizga juda ham pul zarur. Sadoqat Hakimovaga alohida marketing taqdim qilaman. Yoki Rahmonberdi Rahmonov, erlar ekan, 5 ta bola, mas'uliyat, katta o'g'il, bir dona o'g'il, oilani barcha mas'uliyati sizda ekan. Sizga umuman boshqacha marketing yoki mahsulot yarataman deganmilar? Savol sizga. Deganlari uchun biz Izimrudmiz deyapti. Agar shunaqa deganlarida edi, haqiqatan bu insonlar Izimrud komanda lideri bo'ldi desangiz. Do'stlar, mahsulot ham, marketing imkoniyatlari ham, hatto mana shu bugungi kunning обученияsi berilayotgan trening ham mana shu zaldagi 900 ta kishiga bir xil ma'lumot beryapti. Oradan 6 oy vaqt o'tadi. Oramizda kimlardir yo'q bo'lishi mumkin. Bu tabiiy holat. Biz rozimiz unga ham. Kimlardir yangi kvalifikatsiyaga o'tgan bo'lishi mumkin. U orqada yelpinib o'tirgan sari koftadagi opam bu oldingi qatorda bo'lishi mumkin. 6 oydan keyingi hisobot tadbirimizda. Mana bu 2-3 qatorda o'tirgan kumush bronzalar sahnaga chiqib asosiy treningda kamida ochiq Rubin komanda lideri bo'lib ishtirok qilishi mumkin. Bu kimning qo'lida? Hammasi o'zingizning qo'lingizda. Albatta chiqasiz sahnaga. Keyingi 6 oylik hisobot, Roma Team jamoasining hisobot tadbiriga maqsad qiling. Bugun daftaringizga yozing. Ko'pchilik ichida yozilgan maqsad 100% amalga oshadi. Chunki bugun salkam 1000 kishining energiyasi to'plangan bu yerda do'stlar. Aynan bugun orzu qiling, maqsad qilib yozing va unga nisbatan reja tuzib harakatga keling. Ana o'shanda keyingi natijalar sizniki bo'ladi do'stlar. Ya'ni birinchi qilgan xatoligim bu biznesga jiddiy qaramaslik emas, biznesga umuman jiddiy yondashmaganman. Birinchi, ya'ni qilgan xatoyim. Bu menga nimaga olib keldi o'sha birinchi 6 oylikda? Bu qilgan xatoyim meni keyingi slayd. Bu biznesni menga qimmatga tushirdi. Bu nima degani? Ya'ni birinchi oqibati bu biznes menga qimmatga tushdi. Sababini aytaman. Birinchi qimmatga tushgan joyi 6 oydan keyin men yana pul chiqarib mahsulotni xarid qildim. Qilyapsizmi har 6 oyda? Ya'ni o'zimni daromadimga emas, ya'ni o'zim olgan daromaddan emas, cho'ntagimdan yana qayta xarid qilishga pul chiqardim. Bu birinchi holati. Ikkinchi holati, ya'ni menga qimmatga tushgan tomoni
prezentatsiyalarimni, ya'ni jiddiy yondashmagandan keyin chala-chulpa prezentatsiya o'tgandan keyin qachon tadbir bo'lsa yoki qachon ustozimning vaqti bo'lsa, ana o'shanda taqdimotga taklif chiqaraman. Bu juda qimmatga tushdi menga, chunki menda bronza yoki kumush 6 oy ichida oltin komanda lideri ham bo'lishim mumkin edi. Ya'ni cho'ntagimga qimmatga tushgan joyi kvalifikatsiyalar ochilmadi. Ya'ni jiddiy yondashmaganimga bu ishni ish deb qabul qilmadim. Mana asosiy ishim kollejda. Men zam direktorman. Ertalab eshikning oldida ha deb turaman. Kelgan o'quvchilarning formasini tekshiraman, darsni davomatini tekshiraman va hokazo, ya'ni nazorat qilaman. Bu ishga qachon vaqtim bo'lganida qilaman deb yondashganim bu menga juda ham qimmatga tushgan. Va o'tirib ustozim bilan o'sha kungi suhbatda kabinetingga kirishni bilasanmi degan savolni berdi. Texnikaga yaxshi tushunardim. Kayin nomerimni menga skrinshot qilib tashlagan edilar. Ha, kayin nomerim bilan parolimni bergansiz. Kirsa bo'ladi, saytga kirishim kerakmi deganman. Kir degan. Oldimda o'sha kayin nomering kabinetingga kir degan. Kabinetimga kirsam, ne ko'z bilan ko'rayki, statistika degan joy bor. Kabinetga kiradiganlar bormi? O'zi har kuni kabinetni tekshiradiganlar bormi? O'zi xaritni siz joylashtirasiz, lekin joylashsangiz ham, joylashtirmasangiz ham har kuni kirishni odat qiling. Har kuni ko'rganingizda 10 taga, 15 taga ko'payganini tasavvur qiling. Kirdim o'sha kuni. Birinchi marta kabinetimga kirganman. Ya'ni jiddiy yondashmagandan keyin kabinetga kirib tekshirish nimaligini ham bilmaganman. Bir voqeani aytaman o'sha payti. Kir kabinetingga hozir degan. Kirganman, statistikamni ochsam, aktiv hamkorlarim 0 ga 55 edi o'sha kuni. 0 deganim ikkita shaxsiy chiqarganman. Bir men bilan bir oyda hamkor bo'lgan, uni ham qayta xarid kelgan, ya'ni aktiv holatda u 0 ga qo'yiladi. Ya'ni umumiy holatda 2 ga, bilmadim, bir 60 ga yaqin bo'lganman, lekin aktivlari 0 ga 55 bo'lgan. Kalkulyatoringni och degan ustozim, qarang. O'sha jarayonda nozik nuqtamni topib, ishga bo'lgan ishtiyoqimni oshirish uchun qilgan taktikalarni o'rgatmoqdaman. Ya'ni siz ham liderlaringizga buni ishlating. Kabinetimni ochganman va 55 ni 7 ga ko'paytir degan. $7 ya'ni juftligiga xarid, oylik tushishini bilamiz, binarli bonusdan. 7 ni 55 ga ko'paytirganman. Nechi chiqdi degan. Nechi bo'ladi? 365. Shunaqami? Xullas o'sha 7 ga ko'paytirganda. Buni 6 oyga ko'paytir endi degan. $2,500 atrofida chiqqan o'sha payti. $2,500. Mana shu daromad seni kutyapti degan. O'sha kuni menda bu biznes jiddiy biznes ekanligini tushunganman. Ya'ni ongimni ochgan va unga solgan. O'tirganman, $2,500 olish uchun hozir direktorimning oldiga borsam, o'sha pul kerak menga. Men $2,500 olishni xohlayapman kollejdan. Menga reja bering. Men o'sha rejani bajaray va o'sha daromadni olay desam, menga o'sha rejani beradimi degan savol paydo bo'lgan o'zimda. Beradimi ishxonangizda? Yomon demoqchi emasman, solishtirmoqchi ham emasman, faqat o'zimda, ichimda bo'lgan jarayonlarni aytyapman. Ya'ni o'sha kuni o'tirganmanda ustozimga aytganman. Ustoz, 55 tomonimni tanimayman. Ustozimning shaxsiy hamkorlari o'z-o'zidan bo'lib ketgan. Bu tomonimni ham shu natijaga chiqarishim uchun nima qilishim kerak degan savolni berganman. Muqaddas, biznesga jiddiy yondashishing kerak. Har kuni tarmoqchining qilishi kerak bo'lgan ishni qilishing kerak. Sen bugun tarmoqchi qilish kerak bo'lgan ishni emas, zam direktor qilish kerak bo'lgan ishni a'lo darajada uddalayapsan. Qilyapsan shuni. Lekin tarmoqchining ishi har kuni taklif, prezentatsiya, kuzatuv, xarid, обучение va umumiy marafon va treninglarda qatnashish. 6 ta achchiq haqiqat deyiladi bizning tilimizda. O'sha 6 ta ishni hech bo'lmaganda 3 tasini qilmas ekansan, bu biznesga jiddiy yondashmaganligingdan dalolat degan. Hurmatli hamkorlar, siz ham yaxshi natija olishni xohlasangiz, ana shu 6 ta achchiq haqiqatni yangi hamkorlar, hali bronza bo'lmaganlar, kamida 3 tasini siz qila olishingiz kerak. Har kuni taklif, prezentatsiya, kuzatuv. $2,500 oyligimni olishim uchun shu ishni qilsam bo'ldimi deganman va ishga jiddiy yondashishni boshlaganman. Ya'ni uyqudan turib, tak, xonamga borsam hozir
Men bu sinfni rejasini olishim kerak, men buni qilishim kerak deb ishimni, ya'ni kollejdagi ishimning planini qilar edim. Uyqudan turib ko'zim ochilgandan Believerning, ya'ni bu biznesning planini, kunlik rejasini qiladigan bo'ldim. Ana shu kunlik rejadan keyin menda bu ishga nisbatan jiddiylik osha boshladi. Har kuni prezentatsiya qilmasdan uyga kirmasdim. Ertalab ishga chiqardim, soat 5 da ishdan chiqar edim va 5 dan 7-8 gacha bu ishni, ya'ni Believer uchun vaqt ajratardim. Qanaqasiga ajratardim? Believer men jiddiy qaramagan paytim soat 5 dan keyin men uyga kelishim kerak, uy bekasi bo'lishim kerak, ovqat tayyorlashim kerak, kirlarni yuvishim kerak, uborkani qilishim kerak, tug'ilgan kunga borishim kerak, to'yga borishim kerak va hokazo. Qarindosh tug'animga borishim kerak, onamnikiga borishim kerak degan narsalar meni hayotimda ketma-ket bor edi. Bor-ku hammangizda, to'g'rimi? Ya'ni ishdan keyin ana shu ishlarni muhim deb o'ylardim. Bu biznesning jiddiy qarashni boshlaganimdan keyin men shu to'yga bormasam ham bo'ladi. Sovg'a salomini bir yo'l-yo'lakay tushganimda berib yuboraman, lekin men shu to'yga borib 2 soat o'tiradigan vaqtimga 4 ta insonni taklif qilib prezentatsiya o'tganim yaxshi, ustozim bilan uchrashtirganim yaxshi deb, ya'ni fikrlarim o'zgarishni boshladi do'stlar. Qachon siz jiddiy yondashasiz biznesga nisbatan, ongingizdagi va qalbingizdagi fikrlaringiz bir to'lqinda, bir xil holatda anglashni boshlagandan keyin va ana shu fikrlarga nisbatan sizda harakat uyg'onganda bu biznesni jiddiy qarar ekansiz. Menda shu holat bo'lgan. Ya'ni juda ko'p xatolarni qilganman. Tadbirga borish kerak desa, nima qilamiz tadbirda? Bilet olish kerak ekan desa, 1100 kilometr Xorazmda turib Toshkentdagi tadbirga majburmizmi bilet olishga deganman ustozim Karima Jabbarovaga. Ustoz aytdilar, ya'ni yuqori liderlar kengashidan leadershipda shunaqa topshiriq bo'ldi. Olish kerak ekan deganman. Ko'pchiligingiz bugun oyog'ingizni tagida, Toshkentning o'zida mana shunday muhtasham Turkiston san'at saroyidagi bo'lib o'tgan tadbirga mehmon olib kirmagansiz. Mana bu sizni biznesga jiddiy yondashmaganingiz. Bir voqea bo'lgan ustozim Sadoqat Hakimova bilan. Xorazmda jamoa shakllantirib, xatolarimiz ustida ishlab borayotgan bir kunimiz Xivada ofis ochganmiz, birinchilardan bo'lib. Va u Xiva ofisida 50 kishilik tadbir tashkil qildik. Ommaviy taqdimot, rasmiy taqdimot. Chiroyli rasm videolarni olib, har kuni eslayman shu voqeani. Ustoz Sadoqat Hakimovaga, Karima Jabbarova men ham xursand, birinchi tadbirimiz, xursand bo'lasiz-ku regioningiz ochilganda. Ustoz, juda zo'r tadbir bo'lyapti. Mana spikerlar, mana mehmonlar deb qilgan ishingizni ustozingizga ko'rsatgingiz keladi. Ana shunday qilib dumaloqchalar tashlasak, ketidan savol keldi. Xo'sh, 50 kishilik tadbir ekan. Muqaddasxon, lichni seni nechta mehmoning bor shu tadbirda degan. Ustoz, men ham lichni mehmon olib kelishim kerakmi? Komandam olib kelyapti-ku mehmon. Men olib kelmadim deganman. Telegramda yozishyapmiz. Bor o'sha istoriyada tepaga chiqsa bor o'sha yozishmalar. Ustoz aytgan. Demak, bu tadbir umumiy ma'noda zo'r bo'libdi, lekin aynan san uchun 0 koeffitsiyentga teng, ya'ni senga foydasi bo'lmabdi bu tadbirni degan. Bugun bu zalga mehmon olib kelmaganlar, ishga jiddiy yondashmaganlar, chiroyli imijni qilib olib, so'mkani osib, uydan Believerga ketdim, yakshanba tadbirga ketdim deb Turkistonga qarab yo'l oldingiz, bitta o'zingiz, hatto komandangiz ham, mehmoningiz ham yo'q. Umumiy ma'noda bugungi tadbir zo'r bo'ldi. Juda zo'r bo'ldi. Ya'ni darajasi ham, speakerlar ham, taqdirlanish ham hamma yog'i zo'r bo'ldi. Lekin siz uchun xafa bo'lmang, bugungi tadbir 0 koeffitsiyentga teng bo'ldi. Buni tan olish kerak. Ana shu kuni ustozimning aytgan gapidan keyin qayerda tadbir bo'ladigan bo'lsa, bitta o'zim bormay, mehmon bilan borishga odatlanganman. Buxoroda ustozlarni promotion chiqsa, o'sha paytda bronza komanda lideriman. Buxoroga mehmon olib borganman. Bugun kelgan o'sha jamoam Buxorodan kumush komanda lideri, duo qilsangizlar shu oy oltinni ochamiz deyapmiz. Ya'ni o'sha insonni taklif qilish uchun Xorazmdan Buxoroga borib o'tirsam, ustoz Rahmonov trening o'tganlar, "Iya Muqaddas, sen nima qilyapsan? Tadbirga keldim, treningingizni eshitmoqchiman, lekin quruq qo'l bilan kelmadim, mehmon olib keldim. U ham xarid bo'ldi" deb xursand bo'lganman. Do'stlar, ishga jiddiy yondashishingizni, jiddiy qabul qilishingizni va muvaffaqiyatga erishishingizni etaplari bor. Qiyin ish emas, faqat tarmoqchi degan
o'sha nomga, o'sha kasb egasiga mos bo'lgan ishni qilsangiz, rezultati zo'r bo'ladi. O'zingiz bilganingizcha, an'anaviy hayotdagi ishingiz bilan aralashtirgan holatda jiddiy qabul qilmasdan harakat qilaversangiz, ishingiz sho'r bo'ladi. Ya'ni o'xshamaydi. Qachon siz o'sha tarmoqchini qilish kerak bo'lgan ishni jiddiy yondashgan holatda qilsangiz, hamma tadbirda, marafonda siz diqqat markazida bo'lsangiz, ya'ni diqqat markaz degan bu, mana shu tadbirda siz o'tirishingiz, bitta stulda o'tirishingiz. Bugun sizning o'rningizda boshqa hamkor ham bo'lishi mumkin edi-ku. Yoki marafonga bilet olganlar, sizning o'rningizda boshqa bir inson marafonda bo'lishi mumkin edi-ku. Aynan siz bo'lishingiz ana shu tadbirning diqqat markazida bo'lishingiz degani. Qachon ana shu narsalarga fikran va qalban jiddiy yondashgan holatda faoliyat yuritsangiz, albatta sizga natijalar zo'r bo'ladi. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch pasayadi. Jiddiy yondashmasa nima oqibatlar paydo bo'ladi? O'shalarni yozganman. Menda bo'lgan shu narsa. 6 oygacha jiddiy yondashmaganimdan o'zimga bo'lgan ishonchim, ya'ni biznesda rivojlanishimga ishonchim pasayishni boshlagan. Hali bronza ham bo'lmadim. Lekin men ishlayotgandek ko'rsatyapman. Ustoz bilan gaplashsam, ustoz bugun ishxonada men 2 ta taklif chiqardim. Chala-chulpa prezentatsiya o'tganman. Ustoz men bugun qo'shnilarimga prezentatsiya qildim. Chala-chulpa o'tganman. Ustoz men 2 ta dugonam bilan telefonda gaplashdim. Shunaqangi zo'r eshitdilar ular meni. Qarang, telefonda prezentatsiya o'tyapman. Juda ko'p holatlarda qilyapsizlar shu ishni. Juda zo'r eshitdi. Mayli, zo'r, qanaqa edi? Hamkor bo'ldimi ular degan. Yo'q, hamkor bo'lmadi. Do'stlar, men biznesni jiddiy qabul qilmasdan, qoidasi bo'yicha qilmasam, hech qachon kvalifikatsiya ochilmas ekan. Ya'ni nabarotiga, qarama-qarshisiga o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qolishni boshladi. Oy o'tgan sari men bitta ham xarid ola olmadim-ku. Hali bronzam ochilmayapti-ku. Kumush degani qachon bo'larman? U kumush degani men uchun edi. Yetib bo'lmaydigan bir ko'rinadi, lekin yetib bo'lmaydi. Eshitaman, lekin yetib bo'lmaydigan, ya'ni o'sha sarobga o'xshagan narsa edi. Qila olmayman buni. Ya'ni boshida zo'r energiya bilan ishni boshlaganman. Jiddiy yondashmaganligimga tapir-tupir qilib hammaga prezentatsiyani chala-chulpa o'tib, ustozimning aytganiga quloq solmaganim uchun 3 oy o'tib o'tmasdan o'sha 6 oy ichida bu biznes men uchun emas. Oliy ma'lumotliman, shu ishimni qilaveraman, menga kerak emas, men bronza ham bo'la olmadim, kumush ham bo'la olmadim. Hech kim hamkor bo'lmas ekan degan fikrga kelganman. Ya'ni o'zim jiddiy yondashmadim demaganman o'sha paytda, xatoyimni tushunmaganman. Bugun o'sha xatolarimni qilganim uchun siz ana shu narsani to'g'ri tushunishingiz uchun mendagi holat, mana shu bilmadim bir 3-qatordan tepada hammada bo'lyapti. Mana 2-qatordan desam ham yolg'on bo'lmaydi. Ana shu holat sizda ham bo'lyapti. Faqat o'sha paytda taslim bo'lmasdan, maqsadlarga sodiq qolgan holda sizni taklif qilgan inson bo'ladi-ku, ustozingiz. Shu bilan bir mazza xo'shay qora choy iching. Ya'ni ustozimning shunday gapi bor. Sal tushkunlikka tushishni boshlasa, muqaddas bir uyga kelib ket, mazza xo'shay qora choyim bor. Pechonnim bor dedi. Ya'ni shirinliklar bilan meni miyamdagi o'sha o'zimga bo'lgan ishonchsizlik, qila olmasligim, qurtlar deymiz-ku, o'sha miyadagi negativ fikrlarni hammasini terib bilardi o'zi ham. Bitta gaplashganda bilardi. Ana shu narsani menda yo'q qiladi va o'zimga bo'lgan ishonchim pasayishni boshlaganda, o'sha kuni 6 oy o'tgandan keyin uyda bo'lgan o'sha statistika, daraxtga kirishim, qila olishim va menga bergan ishonch o'zimga bo'lgan ishonchni yanada balandroqqa ko'tardi. O'tirdim, nima qilishim kerak bu uchun? Ustoz desam, 5 ta shaxsiy taklif chiqarishing kerak. Aniq reja yo'q edi. 5 ta shaxsiy chiqarsang, kam tomoningga qo'ysak, 5 bo'ladimi kam tomoning? Ha, shunday bo'ladi. Ularni birga bir qilsak, mahsulot iste'mol qilib natija olsa, ularni takliflari bilan ishlasak, 5 ta hamkoringdan nechta hamkor keladi birga bir bo'lsa? Yangi 10 ta hamkor keladi. Matematika oddiy. 10 ga 5 ni qo'ysang necha bo'ladi degan? 15 ta bo'ladi. Bu oyda kam tomoningni 15 qilsak, o'sha keyingi oyda o'sha 15 larni обучение qilib, o'qitib, o'rgatib, birga birini qilsak yana ko'payadimi deb, o'zim ishonmagan, o'zimda yo'q bo'lgan ishonchni miyamni ochib, rejalarni berib, ana shu narsani qilishga undagan. Bugun katta ko'pchiligingizda mana shu 3-4-qator bronzagacha
Ustozingiz reja beradi, oy boshida. Daftar ko'tarib kelasiz. Ustoz, reja bermasangiz bo'lmaydi. Telefon qiladi. Ustoz, tinchlikmi deyman, ovozini eshitib liderlarimni. Menga suv va havodek zarur bo'lyapsiz. Men o'lib qolyapman biznesda deydi. Nima bo'ldi senga desa, menga reja kerak. Qanaqa reja? Aslida taklifni o'zi reja-ku. Nechta taklif chiqardingiz? Shuni bilmayapman ustoz. Odam ham shunaqa bo'lar ekan. Bir oyda nechta taklif chiqarishini bilmaydigan inson bormi? Bor lekin shu. Ustozga telefon qilib, ustoz reja bering deydiganlar bir oyda nechta taklif chiqarishni bilmaydi. Kel deyman, chaqiraman, o'tiraman. Nima qilish kerak? Ustoz, kumush bo'lishim kerak yoki bronza bo'lishim kerak. Davay o'tirib, o'sha ustozimdan o'rgangan, o'sha kuni o'rgangan narsani jamoamga yana duplikatsiya qilaman. Lekin uni aytamiz, qabul qilasiz, faqat biznesga jiddiy yondashmasangiz, qonun qoidasi bo'yicha ishlamasangiz o'xshamaydi. Bir kuni bitta liderim bilan uchrashdim, gaplashdim. Ustoz, har kuni kecha-kunduz prezentatsiya qilyapman. Ustoz, har kuni taklif chiqaryapman, kuzatuv qilyapman. Lekin men bir dona ham xarid ola olmayapman dedi. Bo'lyaptimi shunaqa holat sizlarda ham? Bo'lyapti. Nimaga degan savol paydo bo'ldi va u bilan yaxshilab gaplashsam, bildim sababini. Mana shu mendagi bo'lgan xatolik. Biznesga jiddiy yondashmagan. Qanaqasiga jiddiy yondashmagan? Prezentatsiyani o'sha mehmonni uyiga borib o'tamizmi? Qoida bo'yicha. Aslida yo'q, lekin qilamiz shuni. Rasmiy taqdimotlarga chipta sotmasdan katta jamoa qura olamizmi? Aslida, qilsa bo'ladiganga o'xshaydi bu tomondan qaraganingizda, lekin bo'lmaydi. Nechta bilet sotyapsiz bir haftada? Ustoz, biletlarimni mana Palonchiyevaga berib yuborganman. Palonchiyeva crossfitga unga. Nimaga sizni jamoangiz sotmaydi uni? Yo'q-da, o'sha tadbirga kelmaydi. Treningga zo'rg'adan 4 ta hamkorim olib kelishi mumkin, lekin tadbirga bilet sotish desa qilmaydi. Bugun hammada bo'lyapti shu xato. Demak, o'sha jamoada biznesga nisbatan jiddiy yondashuv yo'q. Ya'ni ishimizni bir qismi, bir bo'lagi deb qabul qilgan o'sha trening bo'ladimi, bilet sotish bo'ladimi, leadership bo'ladimi, chiroyli taqdim qilish bo'ladimi, jamoaga обучение, bular hammasi ishimizning bo'laklari. Ana shu ishlarni jiddiy holatda qilmasangiz, prezentatsiyaga borganda, shtapl paplin deydi bizda Xorazmda, ko'ylak va lozim tapichkada, zo'r dori ichyapman men. Zo'r ekan, davleniya ham tushdi. Bir kun deganda davleniya ham tushdi. 3 kunda holsizligim yo'qoldi deb prezentatsiya o'tyapsiz borib. Lekin aslida 10 asosda hammasi shunday ochib berilgan. Prezentatsiya degan asosga kirsangiz, qanaqa qilib jiddiy qilish kerak uni? Qoidalarigacha yozilgan. Imijda bo'lishingiz kerak. Chiroyli taqdim qilishingiz kerak. Taqdimot u insonni uyida emas, sizni zonangiz yoki neytral zonada bo'lishi kerak. Bular hammasi berilgan. Aynan o'sha narsalarga amal qilmayotganingiz uchun bugun biznesingizda o'sish bo'lmayapti. Ko'pchilik keladi, ustoz nima qilsam muvaffaqiyatga chiqaman? Siri nimada? Do'stlar, bizda sir yo'q aslida. Mana ustozlarning oldiga borib so'rang, birinchi qatordagi liderlar ham. Aslida hech qanaqa sir yo'q. O'sha 10 asos kitobidagi yozilgan bandma-band, o'sha nima qoida yozilgan bo'lsa, o'zingizcha qoida ixtiro qilmasdan, o'sha kitobda yozilgan hammasini bajarsangiz, albatta sizda natija ham zo'r bo'ladi. Bu meniki emas degan oqibatga olib keladi. Ya'ni bu biznes men uchun emas ekan degan. O'sha 3 oy, 4 oy o'tgandan keyin menda bo'lgan holat. O'zim zamdirektor bo'lsam, oliy ma'lumotli bo'lsam, believer men uchun emas degan qarorga kelib o'tirganman. O'sha ustozim bilan uchrashgunimcha savol beradigan odam yo'q. Believer sen uchun bo'lmasa, 2000 so'm avtobusga pul topa olmayapsan-u, xolodilnikingni shunday olsang, kartoshka piyozingdan boshqa hech narsa yo'q-u, lekin believer men uchun emas ekan deb, bir tinga qimmat egoingni, kibringni o'rtaga qo'yib, odamlarga aytayapman yo'q deyapti, odamlarga aytayapman yo'q deyapti. Aslida xato o'zimda ketayotganini tushunmaganman. Biron bir inson bo'lmagan, ana shu narsa sen uchun, o'sha holatingdan chiqishing uchun degan narsani aytishga ham yo'l qo'ymaganman. Ustozim uchrashamiz degan, lekin vaqt topolmaganman. Uchrashamiz degan, vaqt topolmaganman. Qochganman. Bilaman, hozir Karim akam bilan uchrashsam, meni fokus qilib, believer chiqib qo'yadi. Lekin men hali ishim bor.
2 million to'lanadigan kreditim bor oyga. Hozir 2,5 millionlik ishimdan bo'shasam, ya'ni biznesga to'liq stavkada ishga borsam beraverga, lekin men bu yoqda kreditimni to'la olmay qolaman deganman. Biznesning jiddiyligini shu daraja tushuntirganki, ertaga borib ariza yozishing kerak deganlar. Meni sinash uchun nima dergandim? Ustoz deganman, ertaga ariza yozadigan bo'lsam, men bu oyligim tushmaydi meni, men kreditimni to'la olmayman. 3 oy menga vaqt bering, o'zim arizamni yozaman deganman. Do'stlar, bilasizmi, o'sha kungi suhbatdan keyin 3 oy ham vaqt o'tmadi. Biznesni, ya'ni ish ichida biznesni qilib, bronza komanda lideri bo'lganimdan keyin qaror qabul qildim, o'sha oyning o'zida bronzam yondi. Va oradan 3 oy o'tib o'tmasdan kumush komanda lideri bo'lganman. Va ustozimga kumush bo'lmasdan oldin telefon qilganman, ishxonada o'tiribman. Ustoz, qo'limda ruchkam bilan qog'ozim. Men bugun o'zim qaror qabul qildim. Meni hech kim majburlayotgani yo'q. Men endi tushunib yetdim bu biznesni qay darajada jiddiy ekanligini. Men endi ongim ochildi. Men o'z xohishimga binoan ariza yozmoqchiman dedim. "Iya" dedi. "To'xta, ariza yozma. Siz bilan maslahatga telefon qilyapman. Nima qilay degan savolni berdim. Siz shogirdlaringiz ham beradi shu savolni. Ariza yozma dedi. Buni mendan so'rama dedi. Buni sen orzularingdan so'ra dedi. Agar seni orzularing o'sha bugungi avtobusga zo'rg'a pul yetishtirayotgan, kreditdan kreditga, qarzdan qarzga, bir kuni onamdan pul so'rasam, keyingi kuni dadamdan telefon qilib pul so'rab, kim ehson qilmoqchi bo'lsa bizga beraversin, biz sharoitsizmiz degan holatlarda yashashga loyiq qiz bo'lsang, farzanding kichkina hali, eng yaxshi maktablarda, eng zo'r oliygohlarda, eng zo'r sharoitlarda yashashni xohlasang kelajakda, unda o'zing bilasan. Belaver bu sen uchun. Agar yo'q, ustozjon, menga bo'laveradi mana shu borish kelish. Qora qozonim qaynab tursa bo'ldi. Xolodilnikimni ochganimda o'sha kartoshka bilan piyozim tursa ham bo'laveradi menga shu narsa. Menga katta orzu, maqsadlar kerak emas desang, unda ham o'zing bilasan dedi. Bugun ko'pchilik arosatdasiz, nima qilishni bilmay. Belaverni tanlasammikan? Hamshirachiligimni tanlasammikan? Borasiz, kelasiz, ustozingiz telefon qilganda tadbir desa tadbirga kelasiz, lekin biron mehmon taklif qilmaysiz, lekin siz 1 yildan beri belaverchisiz, to'g'rimi? Lekin hech qanaqa natija qilmadim deb o'zingiz bilan o'zingiz har kuni gaplashasiz. Menda bo'lgan shu holat. 6 oydan beri hamkorman, o'zim bilan o'zim gaplashaman. Nima qilsam zo'r bo'laman. Har kundan kunga sho'r bo'lib ketayotgandim. Nima qilsam zo'r bo'laman degan savolimga o'sha narsa, ya'ni bugun sizga bermoqchi bo'lgan maslahatimda javob topganman. Va jiddiy qabul qilganimdan keyin 7 oyda oltin komanda lideri, ya'ni kvalifikatsiyasini ochganmiz do'stlar. To'g'ri taqdim qilish, ya'ni qila olmaslikka olib keladi. Slaydda sal xatolik, qila olmaslikka olib keladi. Mana tagida yozilgan ekan. Ya'ni agar siz biznesga jiddiy yondashmasangiz, boya so'zimda ham aytib o'tdim. Ishda yo'l-yo'lakay taqdimot o'tasiz. Ko'chaga chiqqanda, bozorga chiqqansiz, bozorga chiqqan bitta 10 yil oldin tanishib qolgansiz yoki necha yil oldin sinfdosh bo'lgansiz, yo'l-yo'lakay ko'rib qolgan odamingiz, to'xta. Uni kelini tuqqan. O'sha keliniga atalab borish uchun yo'lga chiqqan endi, bozordan mayda-chuyda olish uchun bozorga kirgan, siz uni qo'ldan tutib olib taqdimot o'tasiz, to'g'rimi? Telefon nomerini ham olmaysiz. Men senga zo'r narsani tavsiya qilaman. Sen davlening bor edi yoki sahring bor edi. Mahsulotni va marketingni jiddiy qabul qilib to'g'ri taqdim qilmasangiz sizga muvaffaqiyat kelmaydi do'stlar. Qachonki o'sha narsada, ya'ni taqdim qila olish san'atini yuqori darajada qilib, mana bunday tadbirlarga, ertaga dushanba kuni bo'ladigan seminarlarga va har doim ofislarda bo'lgan tadbirlarga chaqirgan holatda mahsulot va marketingni to'g'ri taqdim qilsangiz, tez kvalifikatsiya ochiladi do'stlar. Ya'ni birinchi o'sha sababi menda biznesni jiddiy qabul qilmaganim mana shu sabablarga olib kelgan. Ya'ni o'sha holatda jiddiy qabul qilmasangiz nima oqibat kelib chiqadi, shuni tushuntirmoqchi edim. Ikkinchi holatda, ya'ni keyingi slayd. Biznesim muvaffaqiyatsizlikka boryapti. Nima qilsam muvaffaqiyatli bo'laman ekan degan savol meni qiynardi barchangizdagidek. Ikkinchi holatda men shubhalanishda edim. Bormi shunaqalar oramizda?
hozir sponsorim ko'rib qolsa, meni shubhalanayotganimni, qo'limni tiklasam, keyin menga gapiradi, nimadan shubhalanasan sen deydi. Bormi, mard bo'lib qo'limizni ko'taramiz. Bugun ochiqcha gaplashamiz. Juda ko'p ekan. Ayniqsa mana shu 6-chi, 5-chi qatordan keyin tepada. Ko'taramiz qo'llarimizni, shubha bilan qarayotganlar. Yangi hamkorlarda bu tabiiy holat. Men seni yaxshi ko'raman, men ham shunday bo'lganman. Aynan shubha gumonlar ostida 6 oy yashaganman. O'sha birinchi qayta xaritim kelguncha. Mahsulotni iste'mol qilganman. Gap yo'q, o'zimda zo'r natija olganman. Onamga ham iste'mol qilganman, zo'r natijaga erishganman va o'sha davrda bitta ikkita taklif chiqarganman dedim. O'sha takliflarim ichida Iroda Hayit va Platina komanda lideri bor edi va o'sha ish boshlagandan birinchilardan bo'lib bitta dugonasiga taklif qilgan. Va dugonasi ham mahsulotni iste'mol qildi. Har xil toifadagi insonlar bo'ladi-ku. Shunaqa telefon qilib sudga beraman, u qilaman, bu qilaman, har xil holat bo'lgan. Aslida yaxshilab o'rgansak, u inson mahsulotni iste'mol ham qilmagan ekan. O'sha holat sizda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni shantaj deyiladi. O'shanday shantaj holatlarda dummaga tushib qolasiz-ku. Nima qilsam ekan? Tadbirlarga borsam natijalarni eshitaman, mahsulotni zo'r ekanligiga ishonaman. Lekin kimdadir ana shunday holat, ya'ni qo'zg'alish jarayonida bo'lgan holatni eshitsangiz ham, sirazi mahsulotga nisbatan shubhangiz paydo bo'ladi. O'zi bu rostmikan, yolg'onmikan? Biznes uchunmikan, marketing uchunmikan degan ko'pchilikda savol paydo bo'ladi. Menda ham shu holat bo'lgan. Ya'ni mahsulotni bora-bora o'zim jiddiy qabul qilish boshlaganimdan keyin yangi kvalifikatsiyalarga o'tish davrimda mahsulot bergan odamlarda hali o'zimda to'liq tushuncha bo'lmaganligi uchun nazorat, ya'ni mahsulot ichayotgan insonlarni to'liq nazorat qilmaganim uchun qo'zg'alish davrlarda, ya'ni mahsulot iste'mol qilib davleniyasi borlarda sal oshib olishi, sahri borlarda sal oshib olishi, ya'ni qo'zg'alish davrida, tozalanish davrida bo'ladigan jarayonlardan shubhalarga borganman. Bu tabiiy holat. O'sha tepada qo'llarni ko'targan hamkorlar shubhalanish mahsulot bo'yicha, marketing bo'yicha, ustozga nisbatan, jamoaga nisbatan har xil holatda bo'lishi mumkin. Ustozingiz taklif qildi sizni tadbirga. Mana yaqinda shunday bir holat bo'ldi. Bilet sotish kerak, ya'ni bilet olish kerak. Bilet ichki narxi 30 ming so'm, tashqi narxi 50 ming so'm. 50 ming so'mdan bilet desa, bitta hamkor ustozidan shubhalangan emish. Qanaqasiga? Biznesga taklif qildi. $400 pulimni oldi. Endi men bu bilet deganidan ham pul ishlamoqchi bizdan. Do'stlar, biz pul ishlash uchun emas, biznesimizni, ya'ni ichki tartib qoidasiga nisbatan ichki va tashqi narxda bilet savdosi bo'ladi. Ana shu narsa ham sizning ongingizda shubha gumonlar olib kelishiga sabab bo'ladi. Liderlar orasida ham bo'ladi shunaqa narsa. Ya'ni har xil jarayonlarda aytgan bir og'iz gapingiz uni shubhaga solishi mumkin, aytgan bir og'iz gapingiz uni ruhlantirishi mumkin. Shuning uchun har doim jamoangizni oldida ham, o'zingiz ham, ya'ni tadbirlarda faol ishtirok qilib, ustozingiz aytganini, atrofingiz aytganini emas, ustozingiz aytganini ko'proq eshitsangiz, shubha gumonga bormaysiz. Mahsulotdan shubhangiz bormi? O'zingiz iste'mol qiling birinchi. Marketingdachi, ya'ni oltin komanda liderlari, platina bo'lganlar, men bora olmasam kerak degan shubhangiz bo'ladi ichingizda. Qila olmasam kerak degan shubhangiz bo'ladi. Ana shu ongingizdagi fikrlar va qalbingizdagi fikrlar, qarang, har bir bosqichda bor bu narsa. Bir-birsiga to'g'ri kelmasdan shubhalanaversangiz, kvalifikatsiya ocha olmaysiz do'stlar. Zo'rg'ada bronza bo'ldim-ku o'zi. Xatoni siz qilyapsiz. Biznesda ayb yo'q. Boshida aytdim. Marketing ham, mahsulot ham hammaga bir xil taqdim qilingan. Faqat sizni o'zingizni yillar davomida, oylar davomida qabul qilishingiz va unga bo'lgan amalingizni mahsuli bu aslida natija va muvaffaqiyat. Aynan o'sha holatda shubha gumonlar ostida yashasangiz, muvaffaqiyat kelmaydi. Men sizga va'da beraman do'stlar. 1 gram hali, 1 gram, 1 milligram shubha, ya'ni bitta o'sha siyohni tomchisidek shubha ongingizda bo'lsa, u mahsulotga, kompaniyaga, ustozga, jamoangizga, bilmadim, butun mana shu atrofingizdagi biznesga taalluqli bo'lgan hamma narsaga agar shubhangiz bo'lsa, siz 24 soat uxlamasdan, uyingizga kirmasdan taqdimot o'tavering. Kuzatuv qilavering. Ishni ichida bo'lavering, lekin natija bo'lmaydi.
Agar o'sha shubha gumonlaringizni bir chetga surib, to'xta, meni taklif qilgan inson meni yomon joyga olib kelmadi-ku, meni natija qilishimga olib keldi-ku degan holatda meni vaqtim bo'ldimi? Ya'ni ana shu holatda shubha gumonlaringizni chetga surib, bizda trust deyiladi. Ya'ni ishonch berish ustozga va shu bilan barobarda jamoaga ishonch bera olsangiz, ana shunda siz yangi kvalifikatsiyalarga erishasiz. Men ham o'sha 6 oy ichida ustozimga ishonch bera olmaganman. Ya'ni ustozimga o'zimni topshira olmaganman. Aytgan narsasini xo'p deb telefonda eshitganman, u amalda bajarmaganligim uchun meni muvaffaqiyatim kechikkan do'stlar. Aytishingiz mumkin, tez bo'ldingiz-ku, tez natijaga chiqdingiz-ku, yaxshi-ku natijangiz, yomon emas, lekin o'sha birinchi 6 oyda 6 oylik davrimni yo'qotganman. Bugun oramizda 1 yil davrini yo'qotib yurganlar bor. 2 yildan beri davrini yo'qotib yurganlar, ya'ni vaqtini yo'qotib yurganlar bor. Do'stlar, biznesda birinchi kirish davrida siz o'quvchi davrida bo'lasiz o'zi aslida 1 yil ichida. Lekin ana shu holatda uzog'i bilan 3 oy ichida biznesning barcha ma'lumotlari, bilimlarini o'zlashtirgan holatda mana bu aytilayotgan qoidalarga va qilmaslik kerak bo'lgan ishlarga amal qilsangiz o'sha 1 yil, 2 yil yoki 3 yil emas, birinchi 3 oylikda o'tadi o'sha davringiz. Tez natijaga chiqishni boshlaysiz. Agar siz ustozingizga ishonch bermasangiz, jamoangizni qo'lidan tutmasangiz, yelkama-yelka ular bilan reja asosida ishlamasangiz, shubhalanib uyingizda o'tiraversangiz, hech qachon natija bo'lmaydi. Olma pish, og'zimga tush degan bu ertaklarda bo'ladi do'stlar. Olma ham pishmaydi, og'zingizga ham tushmaydi. Agar sizda shubha gumonlar bo'lsa, ya'ni ishimizga nisbatan, qilayotgan faoliyatimizga nisbatan ichida siz chiroyli kiyingansiz, imidjda tadbirga kelyapsiz, lekin o'tirib olib miyangizda analiz qilyapsiz. Ya'ni shubhalaringiz bor. Ustozingizga, spikerga, mahsulotga, jarayonga, hamma yo'g'iga shubhangiz bor. Ana shu jarayonda sizni imijingiz, ya'ni kiyib qo'ygan kiyimingiz, ya'ni bizning biznes imijimiz sizning fikrlaringizga to'g'ri kelmayaptimi? Sizda o'sish bo'lmaydi do'stlar. Bugundan boshlab o'sha ichingizdagi qo'rquv, shubha gumon, ikkilanish hammasini olib tashlang. Agar ularni olmasangiz, oqibatini ko'rsataman. Ya'ni oqibatda menda nima bo'lgan? Sizda ham bo'lyapti shu narsa. Oqibatda ishlashga bo'lgan ishtiyoqingiz pasayadi. Kerak emas degan narsaga o'tasiz. Agar siz bu biznesni, ya'ni shubha gumonlar bilan qarasangiz, kvalifikatsiya ochilishi juda cho'ziladi. Hamkorlikdan bronzagacha bo'lgan davr, bronzadan kumushgacha bo'lgan davr juda uzoqlashadi. Mahsulotga va marketingga ishonch pasayadi agar sizda shubha gumon ko'payaversa. Sponsor bilan munosabat yomonlashish holatiga ham olib keladi. Agar sizni ichingizda shubha gumon bo'lsa, eng zo'r variantini aytaymi? Ya'ni buni yengishni. Menda bo'lgan shu holat. Nimaiki ichingizda hamkormisiz, bronza, oltin, hatto platina, rubinlarda ham bo'ladi shu holat. Ichingizdagi, dilingizdagi shubha gumoningizni kvalifikatsiyaga aloqasi yo'q, faqat hamkorlarda bo'ladi degan joyi yo'q. Ichingizda nima shubha gumon bo'layotgan bo'lsa, sizni taklif qilgan inson bor, ustozingiz bor. Shunday qo'lni tuting. Ustozjon, siz bilan choy ichmasam bo'lmaydi. Yana bunda ham o'sha choy do'stlar, choyda juda gap ko'pda. Choy ichishga boringda ichingizdagini aldamasdan ayting. Nima bo'lyapti siz ichingizda? Nima shubha gumoningiz bor? Ichingizdagi borini ayting. Ustoz, menda mana shu holat bo'lyapti. Shunga nisbatan ishonchsizlik yoki shubham bor meni. Mana bunda nima bo'ladi deb ustozingizdan so'rang do'stlar, chunki ustozlar har doim sizdan bir pog'ona oldinda. Siz ko'rmagan yo'lni, siz ishonmayotgan jarayonni, siz ko'ra olmayotgan muvaffaqiyatni ustozlar ko'rgani uchun bugun men Izimrudman. Men o'zim agar o'zimni nazarim, o'zimni qarashim, o'zimni ichimdagi, qalbimdagi va ongimdagi fikrlarim bilan ishlaganimda men bugun Izimrud bo'lmasdim do'stlar. O'sha ustozlarim bilan nima gap so'zim bo'lsa gaplashganim uchun, choy ichganim uchun, ichimdagi shubha gumonlarni vaqtida to'g'rilab ketganim uchun natija qilganmiz do'stlar. Agar vaqtida to'g'rilamasangiz, ongingizda o'sha shubha gumonlar degan bitta fayl ochiladi. U virusda, u shubha gumon degan o'sha virus ongingizni hamma joyini egallab oladi. U egallagandan keyin unga antivirus bo'lishi kerak. Ancha-muncha antiviruslar unga ta'sir qilmay qolishi mumkin. O'zingizni biznesdan yo'q qilishi mumkin. Shuning uchun
zarracha shubha gumoningiz bormi? Sizni taklif qilgan inson bilan o'tirib, mana shunga mana shunday qarayapman, ustoz menga maslahatingiz kerak deb, o'zaro gaplashib ustozingizga taslimman deb ishonch bering do'stlar. Ana shunda siz shubha gumonlar ichida qolib ketmaysiz. Keyingi slayd, ya'ni bu biznesda mandagi bo'lib o'tgan holatlarda yana bittasi bu o'qitish, ya'ni обучение yo'qligi, muvaffaqiyatsizlikka olib keluvchi sabablardan yana bittasi. Jamoani qurasiz, xaridlarni olasiz. Xarid olishda muammo yo'q. Bormi muammo? Ikkita xarid olishni hamma eplaydi, to'g'rimi? Yo eplay olmayotganlar bormi ikkita shaxsiy xarid olishni? Bormi, yo'qmi? Bor ekan, ya'ni tajriba ichiga kirib taklifni yo kam qilyapsiz, yo xato qilyapsiz. O'shani to'g'rilab olsangiz, aslida ikkita shaxsiy xarid olish, jamoa bilan yetalashib yurib, oyiga 15-20 talab xarid olish, do'stlar, aslida bu ish emas. Ustoz, nima deganingiz bu? O'zi xarid olish bizning ishimiz bo'lsa, yana siz buni ish demayapsiz. Aslida bizning ishimiz o'sha olingan xaridlarni обучениялы, ya'ni bilimli, o'n asos o'sha bizning programmamiz bor. O'sha programma orqali ularga hamma sir-sinoatni o'rgatish, bu bizning ishimiz do'stlar. Aslida tarmoqchi degani ko'plagan insonlarning xaridini olib, jamoa shakllantirib, hamkorlarni ko'paytirish emas, ularni обучение qilib, xuddi o'zidek prezentatsiya o'ta oladigan, trening qo'ya oladigan va aynan o'sha bilim bera oladigan holatda kopiyalarni yaratish bu tarmoqchining ishi. Birinchi etapda o'sha 6 ta achchiq haqiqat va o'shaning ichida, ya'ni siz jamoangizga bilim va ko'nikmalarni berishingiz kerak. Обучениесі yo'q jamoa, menda ham bor bu jamoa do'stlar. Hammada bor unaqasi. Ustoz, bizni tabriklang, guruhga rasmlar keladi. Bitta xarid oldik, urra! Ikkita xarid oldik, urra! Tashlaydi. Keyin lichkasiga chiqaman o'sha liderimni. Buni обучениесі nima bo'ldi? Mana kulyapti o'zi ham. Har kuni so'rayman, xarid chiqyapti, xarid zo'r bo'lyapti. Обучениесі nima bo'ldi desa, ustoz bu iste'molchida. Ikkinchisini so'rasam, ustoz bu o'qishni xohlamayapti-da. Uchinchisini so'rasam, ustoz bu men bir 10 kun ichay, mahsuloting zo'r bo'lsa, keyin обучениеңni olaman deyapti-da. Aslida ustoz degani, ya'ni setivik degani, o'sha insonlarning tilida gaplasha oladigan inson degani. Обучение olmayman deb injiqlik qilganni ham, sani boshing yumaloq, o'zi to'rtburchak bo'ladi uni boshi. Sani boshing yumaloq deb o'shanga biznesimizni asl maqsadi, missiyasini tushuntira olgan inson bu setivik degani, ya'ni tarmoqchi degani. Shu ishni qilishga qodir bo'lmayapsizmi, uddalay olmayapsizmi? Demak, sizda hali xom joyingiz bor, ya'ni pishmagansiz. O'shani xohlamagan joyda ham xohish uyg'ota olgan inson aslida bu setivik degani. Ustozimning bir gapi bor. Setivik degani bu ko'p insonlarning tilida gaplasha olgan inson degani. Til deganda ingliz tili, rus tili, koreys tili haqida gap ketmayapti. Til deganda insonlarga yoqadigan narsani tushuntirishda bo'lyapti. Dildora Kamilovaning o'zining tili bor. Gulbahor Sheyxovaning o'zining tili bor. Misol, liderlar bilan gaplashayotgan paytimizda o'zining tilida gaplashamiz. Sheyxovaga gapiradigan gapim men ikki dunyoda Sevara Ismoilova bilan gaplashmayman. Ya'ni aytmayman, chunki bularni yoqadigan narsasiga Ismoilovaning yoqadigan narsasi to'g'ri kelmaydi. Iroda Hayitova bilan gaplashgan gapimni hech qachon Gulbahor Yusufovaga qo'llamayman. Chunki Gulbahor Yusufovaga yoqadigan narsa Iroda Hayitovaga yoqmaydi. Tushuntiribsiz-a? Ya'ni sizda ham hamkorlaringizda shu holat bo'ladi. Agar jamoangizga обучение berishga jiddiy qaramasangiz, bilim bermasangiz, nima oqibat kelib chiqadi? Shu haqida gaplashamiz. Keyingi slayd mana. Birinchisi, binar bo'yicha rivojlanish bo'lmaydi. Bizning marketingimiz binar bo'yicha ikkilik tarzda rivojlanish degani. Agar siz jamoangizga o'z vaqtida обучение bermasangiz, aytishingiz mumkin, ustozjon, men kumush bo'lsam, yangi kelgan hamkorning обучениесini men qilishim kerak. Bu yo'q, siz qilmaysiz. Siz uni nazorat qilishingiz kerak. Ya'ni bronzalar ham jamoangizga kelgan hamkorning обучениесі bo'ldimi, yo'qmi, ana shuni nazorat qilishingiz kerak. Agar shu ishni qilmasangiz, jamoangizda ikkilik tarzda rivojlanish bo'lmaydi do'stlar. Ya'ni binarniy o'sish bo'lmaydi agar siz обучение bermasangiz.
ana yuqorida yelpinib o'tirgan hamkorlar nima degani o'zi обучение degani deb o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Do'stlar, обучение degani bu bilganingizni o'rgatish degani. Nima bilasiz bugun biznesdan? Nima eshitdingiz? Shuni kelgan har bitta hamkoringizga o'rgatish degani. Tamom, ortiqcha narsa yo'q. Amerika bilmadim. Bir narsalar kashf qilmang. Aslida ishimiz juda oson va sodda. Faqat biz nima qilamiz? O'tirib, tak, nima qilsak ekan? Qanaqa обучение qilsak ekan? Nima qilsak jamoamiz shakllanadi? Do'stlar, biznes tashkil qilishning 10 asosi. Ana shu обучение, ya'ni jamoaga oxirgi kelgan hamkorgacha berilishi kerak. Keyingi holatda jamoangizda shogirdlar chiqmaydi. Agar обучение yo'q bo'lgan jamoa bo'lsa, chat yoqasiz, hammada chat bor, video chatda onlayn ishlaymiz. Chatni yoqasiz. Agar обучение yo'q bo'lsa, siz jamoangizda manda bor shunaqa jamoalar. Xato qilayotganlar anglayapti, endi tushunyapti. Chatga faqat tasavvur qiling, kumush komanda lideri yoki bronza komanda lideri 3 dona yoki 4 dona komandasidagi tadbirga desa ham keladigan, Toshkentga desa ham keladigan, Humarinaga desa ham bilet oladigan o'sha 4 tasi bilan har kuni chatni yoqib o'tiradi. Muammo nimada bo'lyapti bilasizmi? Muammo o'sha yangi kelgan hamkorga o'tirib, men shunaqa qilaman. Yoshi katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, hamkor qildimmi, misol Xulkar opani. O'tiring Xulkar opa. Mana sizni men Muqaddas Team degan guruhga qo'shdim. Misol hammaning o'zining timchasi bor-ku, misol uchun aytyapman. Telefoningizni oching, Telegramni ochtirib, begona guruhlar, bilmadim, bir narsa shop, bir narsa salon, bir narsa degan hamma guruhlardan tozalatib, mana shu guruhni zakript qilib qo'ying. Ya'ni tepada qo'yib qo'ying. Nima ma'lumot bo'lsa, nima yangilik bo'lsa o'shani ko'rasiz. Mana ichimizda hozir yangi mana shu oxirgi oylarda hamkor bo'lgan hamkorlarim bor, yangi shaxsiylarim. O'shalarni har birisi bilan ishlagan paytimda, o'tiring Xulkar opa, mana shu guruhga qo'shdim sizni. Bu guruh meni yangi shaxsiy hamkorlarim, yangi bo'lajak yulduzlarim guruhi. Bu guruhda nima e'lon bo'lsa, like bosing. Bilmaydi yangi kelgan hamkor bizning ichki sistemamizni, tartibimizni. Like bosish kerak. Undan keyin nima qilish kerak? Undan keyin bizda ajoyib video chatlar bo'ladi. Kechqurun ovqatingizni qilib olasiz-ku. Ovqatingizni yeng, pastudangizni yuving, bolalaringizni bemalol qilib, xo'jayiningizni ham bemalol qilgandan keyin soat 21:00da обучение bo'ladi. Bilasizmi, u обучениeni kim o'tadi? Kim o'tadi u обучениeni? Men o'taman yangi jamoaga. Va o'sha обучение o'tishimni menlikimni aytmasdan o'zim promotion qilaman. Bir 10 minut o'zimga promotion berib, o'sha обучениeni mana shu ta'riflarga inson bu menman. Sizni hayotingizni o'zgartiraman. O'shanga siz kirasiz. Kirishni o'rgataymi sizga? Do'stlar, bilmaydigan insonlar ham bor. Chat yoqaman shu guruhda. Vistupit degan, ya'ni tepada yozuv chiqadi, ko'k yozuv. O'sha yozuvga bosasiz va bunga kirasiz deb yonida o'tirib chat yoqib o'sha chatga kirgizaman. Mana buni bossangiz kamerangiz ochiladi, mana buni bossangiz mikrofoningiz ochiladi. Chatda kirish qoidasi: bizda kamera yoniq bo'ladi, mikrofon ochiq bo'ladi. Mikrofon ochilmaydi. Ochmang mikrofonni. Savolingiz bo'lsa keyin gaplashamiz. Yozib oling, eshiting va ana shunga amal qiladigan bo'ling deb обучениеning birinchi qadamini ana shunday qo'yaman do'stlar. Bugun siz hammangiz обучение qilasiz, обучение qilgingiz keladi, lekin hech kimni chatga kirgiza olmaysiz. Muammo u hamkorda emas, muammo o'zimizda. Ya'ni unga yo'l yo'riqni ko'rsatmaganimizda. Yangi kelgan hamkor onasining qornidan beriverchi bo'lib tug'ilmaydi-ku. O'zlaringizni birinchi kelib обучение olib, chatlarda ishtirok qilayotgan davringizni bitta eslang. Qanaqa holatda edingiz? Chatda kirib, kamerani yoqib olib, bir ishlarni qilayotgan, bir narsalar qilayotgan har xil holatlarda kirgansiz-ku. Ana shulardan kelib chiqib, jamoaga ham bilim berishning strategiyalarini o'rganib va ularga har doim bilgan ma'lumotingizni o'rgatishingiz kerak. Tez va oson kvalifikatsiya ochilmaydi. Agar siz jamoaga o'sha обучениeni bermasangiz, 5 ta, 6 ta, 10 ta xarid olaverasiz, lekin kvalifikatsiya ochilmaydi. Xarid olaverasiz, oz-ozdan, lekin siz xohlagan, siz kutgan kvalifikatsiya ochilmaydi. Agar jamoangizda обучение bo'lmasa va oxirgisi fundamentsiz uy qurgan bo'lasiz do'stlar. Bugun har biringiz hamkorsiz. Believer degan uy quryapsiz. O'sha uyingizni fundamenti bo'lish kerak. Fundament degan bu asos degani. O'sha uyingiz bugun kimni jamoasida обучениesiz qurilayotgan bo'lsa,
обучениyaga jiddiy yondashmayotgan bo'lsa, 5-5-5 qoidaga amal qilmayotgan bo'lsa, demak siz fundamentsiz uy quryapsiz. U uy ko'pga bormaydi, 6 oydan keyin qulaydi uy. Kimga kerak unaqa uy? Vaqtingiz ketdi, mehnatingiz ketdi, lekin qilinishi kerak bo'lgan asosiy ishni qilmaganingiz uchun sizda qulash paydo bo'ladi. Ya'ni uy solganlar bor oramizda. Uyni qilayotgan paytingiz fundamentni mustahkam qilmasangiz, u uy sizga ko'p yillar xizmat qilmaydi do'stlar. Bugun biznesimizda ham bilganingizni o'rgatish degani fundament bilan uy qurish degani. Agar o'rgatmasangiz, uyingiz fundamentsiz bo'ladi degani. Keyingisi, ya'ni 4-manda bo'lgan sabab, ya'ni muvaffaqiyatim kechikkaniga sabab sabrsizlik va natijani kutmaslik. Bu juda ko'p holatlarda barchada bo'ladi bu narsa. Sabrimiz yetishmaydiki, hatto prezentatsiyaga borgan paytingiz shogird tayyorlashda ko'pchilik ustozlarning sabri yetishmaydi. Ana shuni o'zim prezentatsiyasini qilsam, o'zim kuzatuvni qilsam, xaridini birda-bir olardim deb o'sha shogirdingizga yo'l bermaysiz. Agar siz bu biznesda sabr qilmasangiz, natijani kutmasangiz, nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ya'ni mana bu oqibatlar menda bo'lgan, meni hayotimda bo'lgan va juda katta o'sha ustozim bilan bo'lgan uchrashuvda o'zgarish paydo bo'lgan. Aynan mana shu sabrsizligim. Ya'ni hayotda ham shunaqa odatim bor. Tez bo'lgim keladi, tez erishgim keladi. Menga o'xshaganlar bo'lishi mumkin. Nimaga birozdan o'chirmayapti? Nimaga kumushim yonmayapti? Nimaga oltin bo'lmayapman deb sabrsizlik qilasiz katta ko'pchilik holatda. Do'stlar, bu ishda sabr bilan yondashmasangiz, har bir qilayotgan ishingizda muvaffaqiyatsizlikka uchrayverasiz. Tasavvur qiling, 1 yilda bronza komanda lideri bo'ldingiz. 2 yilda kumush komanda lideri bo'ldingiz. 3 yilda oltin komanda lideri bo'ldingiz. 4 yilda, ya'ni 4-yilda platina komanda lideri bo'ldingiz. 5-yilda rubin komanda lideri bo'ldingiz. 6-yilda izumrud komanda lideri. 10 yilda vitse prezident bo'ldingiz. Boshqa bir ishda 10 yil vaqtingiz o'tmaganmi? O'tganmi? O'sha vrachligingizda, shofyorligingizda, tadbirkorligingizda, bilmadim, nimadir ish qilgan bo'lsangiz ham 10 yil davringiz o'tgan, lekin hech qachon o'sha buxgalteringiz yoki отдел kadringiz oldiga yoki direktoringiz oldiga borib, nimaga men yoshilli bo'lib ketmadim, ya'ni direktor bo'lib ketmadim? Nimaga men bo'lim boshlig'i bo'lib ketmadim deb aytganmisiz hech ham? Yo'q, o'zingiz shu ishlayotgan lavozimingizga va oyligingizga rozi holatda ish faoliyat yuritgansiz. Lekin tarmoqli marketingga kelib, Beliverga kelib, oradan 1 yil o'tganda nimaga men oltin bo'lmadim hali degan savollarni beradi. To'g'ri bu savol. Tez qilish kerak, lekin sabr bilan qilish kerak do'stlar. Tez bu sekin, sekin bu tez degani. Bu biznesda shunday qoida bor. Tez bu sekin, sekin bu tez degani. Agar sizda sabr yetishmasa qilayotgan ishingizda unum bo'lmaydi. Ya'ni siz qilayotgan ishingizni foydasi sizga sezilmaydi. Ya'ni siz qilayotgan ishingizda sabrsizlik, shoshqaloqlik bilan yondashasiz. Oqibatda do'stlar, shoshilgan lider kvalifikatsiyaga yolchimas deb 3 ta nuqta qo'yib qo'ydim. Ya'ni shoshilgan qiz, bilasiz o'zingiz nima bo'lishini. Ana shu holatda, ya'ni shoshilib kvalifikatsiya qilaman desangiz, yolchimaysiz kvalifikatsiyaga. Tajriba bilan qilayotgan ishingizni ongingiz va qalbingiz bilan anglagan holatda, tushungan holatda qilsangiz, zo'r kvalifikatsiya ochiladi. Agar shoshilgan holatda qilsangiz, kvalifikatsiya ochilaveradi. Faqat ustozim bir gapi bor. Pagoning bilan onging bir xil bo'lishi kerak. Sabrsizlik bilan ochilgan kvalifikatsiyada pagon bilan ong bir xil bo'lmas ekan do'stlar. Juda katta xatolarni o'zimda kechirganim uchun aytayapman. Sabr bilan borgan yo'lda ong va kvalifikatsiya bir xil bo'lganda u stabil ravishda o'sishni, ya'ni taqozo qilar ekan. Tezlik bilan qilaman desangiz, u o'xshamas ekan do'stlar. Bu birinchi holatda. Ikkinchi holatda orqaga qaytaramiz. Juda gaplarim ko'p edi. Juda katta ko'p bilimlarni bermoqchi edim, lekin o'sha sabr bilan yondashgan holatda ishingizni yondashsangiz, ishingiz 5 bo'ladi do'stlar. Bu meni muvaffaqiyatsizligim, ya'ni qisqa muddat ichida natija qilganman, lekin undan oldingi bosib o'tgan yo'limda
o'sha holatlarda muvaffaqiyatga tez chiqa olmaganimiz sababi bilaman, katta ko'pchilikda bu holat bo'lyapti. Agar bugungi maslahatlarimga amal qilsangiz, sizda ham shu holat bo'lish ehtimolligi bor. Ya'ni rasmga tushirib yozib olishingiz mumkin. Komanda bilan munosabat 5-5+ qoidasi va negativ bo'lib biznesni tark etish holatlari kuzatilishi mumkin agar sabr qilmasangiz, do'stlar. Bugun juda baxtliman. Ya'ni ko'pchilik insonlarga o'zimda bo'lgan xato kamchiliklarimdan kelib chiqib, nimanidir tushunishingizga, biznesda yangi yo'l, yangi maqsad sari nimagadir erishishingizga sababchi bo'lgan bo'lsam, men o'zimni juda baxtli his qilgan bo'laman, do'stlar. Bugun mana shu tadbirning, ya'ni Roma Team jamoasining 6 oylik hisobot tadbirida tikka oyoqda turgan, ya'ni ertalabdan kelib butun zalni tinchligi, osoyishtaligi, chiroyli tadbir bo'lishini nazorat qilgan, oppoq kiyimlarda va yashil chiroyli belbog'larda beminnat xizmat qilgan bizning Inservislar jamoamiz bor. Tez sahnaga Inservislarni taklif qilaman. Bitta rasmga tushamiz va barcha yig'ilgan hamkorlar, liderlar, yuqori liderlar kengashi va ustozlarim nomidan bugungi tadbirning Inservislariga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman, do'stlar. Inservis bo'lish aslida bu sharaf.